Hozir soat ertalabki 5 va men 3 soatdan keyin boshqa davlatga uchib ketishim kerak. Keyin birga tayyorgarlik ko'ramiz. Mana reysim Qozog'iston Almataga. Almata shahriga bugun juda ham ko'p kosmetika brendlari keladi, chunki ko'rgazma uyushtirilmoqda. Va aynan shunaqa joylarda men e'tibor berdimki, koreyskiy kollegalarimiz yuzimga juda ham katta e'tibor berishadi. Masalan, yuzim sal qizarsa, sразу aytishadi, yuzingiz qizaruvchan ekan. O'nlab kanalalarim ichidan men Self Food firmasining CC kremini tanladim. Bu CC kremni men уже 3 haftadan beri testdan o'tkazyapman. Meni yuzim rostdan qizaruvchan va aynan shu CC krem yuzimdagi hamma qizarishlarimni yopib beradi. O'zi shunaqa koreyskiy vыступлениyaga men juda ham kam bo'yanishni yaxshi ko'raman, chunki u yerda hech kim ko'p bo'yan bo'lmas ekan. Men juda ham kam bu CCni ishlataman, chunki и так покрытияsi zo'r va естественно makiyajni xohlasanglar, aynan sizlar ham shuncha ishlatinglar. Qaranglar qanaqa chiroyli yotyapti peshanamga sразу. Tonni tekislab, сияние berib, lekin yog'li qilib yubormasdan yuzni. Ko'rasizlar juda ham kam makiyaj qilishadi va asosiy urg'uni ular yuzni parvarishiga qaratishadi. Va aytgancha bu makiyajim kechasi 9 gacha ham turib beriladi. Menga yana более естественный вид uchun yoqadi shunaqa sponjiklar bilan yuzimga qilib chiqish. O'sha makiyajimdan so'ng qiziqib Self Food firmasining bitta yangi sponjikini ochyapman. To'g'risi hali ishlatib ko'rmadim buni. Keyin birga qarab ko'ramiz, qanchalik katta bo'lib ishlatgan. Просто необычный спонжик. Kim Mira degan qizni bilsa, bu rossiyskiy bloger. Мне кажется, у нее xuddi shunaqa спонжик. Вообще rosa yumshoq, приятный спонжикlardan. Va bu спонжикning plus taraflari to, что buni bemalol konsilerda ishlatsanglar bo'ladi, tonalkani qilsanglar bo'ladi va даже pudrani qilib olsanglar ham bo'lar ekan. Eslab qolamiz, razmeri shunaqa edi. Hozir buni qo'llab kelaman va ko'ramiz qanaqa bo'lib qolishini. Katarib ketganini qaranglar, esinglardami qanaqa edi? U vashi katta bo'lib ketdi. Yana men uni ko'p qo'llanmadim vaqtim kamligiga. Pudrani qilib olamiz. Oy, надеюсь, kiyimim kir bo'lmaydi, chunki men aynan shu kiyimda plan qilib turdim ketishimni. Tak chetga olamiz, yaxshi olindi. Va hamma joyga qilib olamiz. Мне вообще нравится, zo'r to'shakka qilib berdi. Hech qanaqa ani kistichkalar ham kerak emas. Qaranglar. Pons pudrasini ishlataman, eng byudjetniy pudralardan. Faqat qoshimni tarab olamiz. Kстати, rosa yaxshi ko'raman shu pushini тоже fiksatorini. Va bizda shunaqa shikarni, естественно, makiyaj chiqdi. Hammaga rahmat. Да, нам надо. Ой, это